Ichak devorini o'tkazuvchanligi oshishi sindromi nima va uni tekshirish usuli? Bu ichakda juda kichik yoriqchalar yoki mikro shikastlanishlar paydo bo'lish holati. Bu sababli ichakda qolishi kerak bo'lgan ayrim moddalar qisman qonga o'tishi mumkin. Natijada organizm ko'proq zo'riqib ishlay boshlaydi. Inson viruslar, infeksiyalar va zamburug'li kasalliklardan keyin sekinroq tiklanadi. Quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin: terida muammolar ko'payishi, vazn o'zgarmay turishi yoki qiyin kamayishi, hayz sikli buzilishi, holsizlik va charchoq paydo bo'lishi. Ba'zan oddiy yo'naltiruvchi usul sifatida lavlagidan foydalanish mumkin. Lavlagini istalgan ko'rinishda iste'mol qiling va 2-3 soatdan keyin siydik rangiga qarang. Agar rang yorqin tusga kirsa, bu ichak o'tkazuvchanligi oshgan bo'lishi